Assalom sizlar bilan Bahrom jurnalining yana bir hikoya joyladim. Bu hikoya sizlarga yoqadi degan umiddaman. Uning nomi Donolik siri. Bir talaba yoshligidan ko'p kitob o'qirdi. U o'zi donishmandga aylanishni maqsad qilgan. Kunlardan bir kun u shu orzu umidida uzoq va mashhur donishmandning huzuriga keldi va so'radi: "Qanday qilib dono bo'lishim mumkin?" Donishmand unga qaradi, lekin javob bermadi. Faqat derazadan quyosh nurining xonaga kirishini kuzatib turdi. Talaba buni tushunmadi. Sabr qilolmay so'radi: "Nega javob bermayapsiz?" Donishmand asta kuldi. "Chunki sen hali savolning asosiy qismini bilmayapsan." Talaba hayron bo'ldi. "Asosiy qism nima u?" Donishmand: "Bu javob emas, balki savolning o'zidir", dedi. Shunga talaba tushunmadi va uyiga qaytdi. U har kuni o'qidi, yozdi, o'rgandi, lekin javob topa olmay har kecha yotganda o'zi bilan suhbatlashardi. Yillar o'tdi. Talaba yoshi ulg'aydi. Oradan 5 yil o'tdi. Endi u bir qancha bilimga ega edi. Ammo qalbida bir bo'shliq bor edi. U yana donishmandning oldiga kelib so'radi: "Endi men yanada ko'p kitoblar o'qidim. Ko'p insonlardan o'rgandim. Lekin hozirgacha aniq bilmayman. Endi nima qilay? Donishmand bo'lish uchun keyingi qadamni nima qilay?" Endi donishmand o'zi gap boshladi. "Xo'sh, savol berishni to'xtatmadingmi?" "Albatta yo'q. Aynan shuni so'rash uchun sizning oldingizga keldim." Donishmand uni uzoq kuzatdi. So'ng asta: "Endi eng qiyin narsani qil", dedi. "Nima u?" so'radi talaba. "O'zingga savol ber." Talaba boshqacha qaradi. Ichida bir shovqin paydo bo'ldi. Har bir javob, har bir bilim, har bir maslahat uning ichida o'saksini topdi. U tushundi. Tashqi dunyo faqat ko'prik, haqiqiy izlanish esa ichki dunyoda boshlanadi. Shu kundan boshlab u har qadamni hayotda shunday savol berish va javob izlashdan boshladi. O'zini sinashdan boshladi. U tushundi. Donolik kitoblarda emas. Donolik o'zgalarning gaplarida emas. Donolik savol berish va shu savolga javob topish jarayonida yashaydigan bir xislat. Siz bunga qo'shilasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yangi narsa o'rganish uchun doim savol berishimiz kerakmi? Shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Savol berishni to'xtatgan kishi rivojlanishdan ham to'xtab qolgan bo'ladi, degan edi Albert Einstein. Hikoyaga qaytadigan bo'lsak, bu hikoya sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Darvoqe, kanalimda sizga yoqishi mumkin bo'lgan yana boshqa ko'plab videolar bor. Ularni ham tomosha qilishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.